Qashqadaryolik bizdan rozi va mamnun mijozimizni xolis fikrlarini eshitish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Aka, bizni qayerdan topdingiz? Biz mana bu ikki etajli uyni soldik. Keyin mana bu uyimizni ham uyg'unlashtirish uchun internetda rosa qarab, Instagramdan Mastertom degan jamoa bor ekan. Mastertomga keyin murojaat qildik, telefon raqamlari yozilgan ekan. Mastertom mana Muhammad Ali ustani bizaga raqamini berishdi. Usta keldi, usta bilan gaplashdik. Joyni ko'rsatdik, usta keldi, mana chiroyli qilib yopib berdi. Jamoalaringizga gap yo'q. O'lchash, hisob chiqarib berishlari amalga oshirilgan. Hammasi. Pul olinmagan unga. Yo'q. Yarochi keldi usta, pul haqida hali ana kelgan yo'q berasizlarmi deb gaplashdik. Yo'q beraman deyishdi, keldi, ko'rdi. Buni 1 metr ko'tardik. To ko'targanimizcha mana Muhammad Ali kelishilgan vaqtga yetib keldi, aytgandek qilib cho'tka qilib yo'q berdi. Gap bo'lishi mumkin emas, qo'llaringiz zab ko'rmasin. Gap yo'q. Aka emotsiyadalar ko'rishinglar mumkin. Mastertomni hammaga maslahat beraman, haqiqatdan ham. Mana kelib o'zlari yomg'ir yog'ayotgan paytda ko'rdilar, tomni ustiga chiqib, gap bo'lishi mumkin emas aka. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Qashqadaryoliklarga tavsiya berasiz, muammosiz. Albatta, bemalol. Bor bo'linglar deymiz. Mana shunaqa. Siz Mastertomdan tom yoptirsangiz, akamizdagi emotsiyaga ega bo'lasiz. G'alvalarsiz, sifatli hamda chiroyli tom yoptirmoqchi bo'lsangiz, bemalol Mastertomga murojaat qilishingiz mumkin. Muhammad Alidek tajribali ustalarimiz sizlarning xizmatingizda.